hokim bilan ko'rishgani keldik. Murojaatchini ham chaqirgan ekanlar o'zi. Mulkimni Qo'qon shahar hokimligi zo'ravonlik bilan olib qo'ygan, joyiga teng miqdorda joy ajratib berilsin degan qaror bor. Buni ijro varaqasi ham bor. Ijro varaqasi ham bajarilmayapti. Sud qarori ham bajarilmayapti. Asosan bergan davomimizni bajarmayapti, pullar ham solmayapti. Mana hattoki prezidentimiz muovinlari Saida Mirziyoyevaga yozganman. Ular ming rahmat. Bilmayman, prezidentimizni men hurmat qilmaganligini hisoblayman. O'sha soxta hujjatlarni qo'llab-quvvatlayapti bu nimalar. Hokimiyatdan tortib hokimiyatga umuman javob bermaydi hatto. Bunaqa qilib qo'pol qilmasdan kelinlar o'zi yo'qmi? Har qalay shaharda hokimi yo'q. Hokim bilan ko'rishgani keldik. Murojaatchini ham chaqirgan ekanlar o'zi. Lisensiya uzilgan ekan o'sha bo'yicha. 2008-yil. Undiruv hokimiyatga yuklatilgan ekan. Lekin hali ham hech qanaqa natija bo'lmagan. O'sha bo'yicha bizani chaqirdilar. Bunaqa qilib qo'pol qilmasdan kelinlar o'zi yo'qmi? Har qalay shaharda hokimi yo'q. Men Zokirov Nosir Qodirovich 1949-yilda tug'ilganman. O'zbekiston fuqarosiman. Tadbirkor, mulkdor bo'lganman. Asosiy nimamdan maqsad mulkimni Qo'qon shahar hokimligi hokimiyat zo'ravonlik bilan olib qo'ygan nimamizni, mulkimizni mana Qo'qon tumanlararo sudini qarori bor. Qaror nimaga xalq davlat ehtiyoji uchun bizni 2 etajli 100 o'rinlik mehmonxonani olib qo'ygan 2258 11 metr kvadratli hokimiyatni zimmasiga davlat ehtiyoji uchun olinganligi munosabati bilan moddiy miqdorga yetkazilgan moddiy zarar qoplansin, joyiga teng miqdorda joy ajratib berilsin degan qaror bor. Buni ijro varaqasi ham bor. Ijro varaqasi ham bajarilmayapti. Sud qarori ham bajarilmayapti. Buni soxta hujjatlar bilan buni o'zlashtirib olingan. Bunda hamma hujjatlar bor, lekin mana bizni davolarimizga asosan bergan davomimizni bajarmayapti, pullar ham solmayapti. Mana ariza berganimizga, oxirgi ariza berganimga 6 oy bo'lyapti. Davlat xavfsizlik xizmatiga, prokuror nimaga chiqarib bergan, ichki ishlarga, lekin 6 oydan beri bajarilmayapti. Shu men hamma sohaga, prezidentimizga, bosh vazirga, bosh prokurorga, hamma tashkilotga, hattoki prezidentimiz muovinlari Saida Mirziyoyevaga yozganman. Ular ming rahmat. Qo'qon shahriga fuqarolik sudiga jo'natishdi, topshiriq shuni aniqlaylar deb. Lekin u ham bilmayman, prezidentimizni men hurmat qilmaganligini hisoblayman. O'sha soxta hujjatlarni qo'llab-quvvatlayapti bu nimalar. Hattoki nima u hokimiyatdan tortib hokimiyatga umuman javob bermaydi hatto. Bu bilmayman, bizni Qo'qon shahrida, Farg'ona viloyatida nima bormi yo'qmi? Qonun. Shuni tekshirishlarini so'rayman. Mana 6 oydan beri aytganimdek, prokuror ham nima ham hech qanday nima yo'q. Shuning uchun men prezidentimizdan iltimos qildimki, buni faqat davlat xavfsizligi ko'rishini nima qilaman. Qolgan sohalarga hech qaysiga ishonmayman. Shu munosabat bilan faqat o'shalar ko'rishini olaman. Bularni men 6 oylik nima ko'rmaganligi uchun men nimaga berganman, buni javobini berishlarini so'rayman.